Aziz hamkasblar, Navbahor Qizilqum jamoalari o'rtasidagi o'yindan keyingi matbuot anjumanining ikkinchi qismini boshlaymiz. Unda Navbahor jamoasi bosh murabbiyi Sherzod Hamidov Jo'rayev ishtirok etadilar. Sherzoga debyut bilan, g'alaba bilan tabriklaymiz. An'anaga ko'ra, o'yin haqidagi fikrlaringiz bilan boshlasak. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana ko'rgandan xursandman. Tanish chehralar. O'yinga kelsak, o'yin ko'rdinglar, birinchidan juda qiyin bo'ldi, chunki jamoani qabul qilganimga 2 kun bo'ldi. 2 kunda trenerlar bilan mashg'ulot o'tkazdik. Predikadavoy mashg'ulotda bolalar bilan suhbatlashishga harakat qildim. Bolalarning nimaga qodirligiga bilardim-u, endi yaqinroq hammasi bilandir. Yana ham bularni dardini, bularni nima desa bo'ladi, shu omadsiz uylardan keyin настроениясini keyin anaqasiga bilmoqchi bo'ldim. Otam gapirganda ichiga erishdimmi, erishmadimmi, endi qisqa vaqt ichida bilmayman, bitta narsa deya olmayman, lekin bolalar bugun chiqishdi, borlarini berishdi. Bolalarga men rahmat aytaman, alohida qo'llab-quvvatlagan muxlisaga minnatdorman, rahmat aytaman. O'yin juda qiyin bo'ldi. Biz Qizilqumni o'rgandik, kuchli tomonlarini. 9-raqamdagi Kenjaboyev, 77-raqam biz o'tgan o'yinda Norxonov o'ynaganda bu safar Papariga tushdi. O'sha bizga surpriz bo'ldi, chunki biz ko'proq Norxon tushadi deb o'ylagandik. Shuni tayyorgarlik ko'rdik, Xudoga shukr. Mana 1-0 bilan yutdik. G'alaba qozondik. Savol Jahongir. Assalomu alaykum. Avvalambor yana bir bor Sherzodbek, sizni jamoani g'alaba bilan tabriklaymiz. Rahmat. Andijondagi mana tikar edik. Namanganda g'alaba bo'ldi. Xudo xohlasa kunlardan muvaffaqiyat bilan qolamiz. Bu ikkita taym haqiqatan ko'rdik. Birinchi taymda Qizilqum ko'proq vaziyatlarga ega bo'lgan bo'lsa, ikkinchi taymda Navbahor jamoasi ko'proq vaziyatga ega bo'ldi. Shundan bitta vaziyatdan unumli foydalandi. Siz fikringiz bo'yicha bugungi g'alabamiz nimani evaziga erishildi? Mana Qizilqumning murabbiyini gaplariga qaraganda, qaysi komanda bo'lsa shu yutib ketardi. Biz yutdik, biz yutdik. To'g'ri, lekin omadni sababli yetib ketdi dedilar-da. Shuning uchun men sizni o'zingiz ham fikringizni bilmoqchi edim, chunki o'yinga tayyorgarlik ko'rgansizlar. Qizilqumni o'rgangansizlar. Asosiy faktorlar, g'alaba faktori bundan iborat deb o'ylaysiz? Jahongir aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Juda to'g'ri gapirib o'tdingiz. Endi siz bu nechinchi yillardan Navbahorni ham tarixiy ham hozirgi zamondagi polni bir tarixini biladigan insonsiz. Endi omad ilgari aytishdi, kuchli jamoaga kulib boqadi. Omad kulib boqadi deb kuchli jamoaga doimo aytiladi. Endi to'g'ri, futbol ikki taymdan iborat. Agar bir taymdan iborat bo'lganda biz haqiqatda Qizilqumga nima qilsak bo'lardi, lekin Qizilqum ham dasturli komanda, yaxshi jamoa shakllangan, murabbiylar ishlayapti yo'qda. Mana misol jismoniy tayyorgarlik bo'yicha Ispanets, mana o'zi hozirgi jamoa bosh murabbiyi Akmaljon yaxshi ishlashyapti, ko'ryapsiz, individual o'ta kuchli futbolistlar yig'ilgan. Bizda omadsiz o'yinlardan keyin bolalarni yig'ish bilasiz, doimo qiyin kechadi. Shuning uchun bolalar bilan gaplashdik, individual gaplashdik, jamoa gaplashdik, hammasi bilan. To'g'ri, omad boru, omad baribir meni fikrimda o'sha jamoa anaqa qilib, o'sha o'yinga tayyorgarlik ko'rib, hamma o'sha tushunib, nima uchun chiqadi bu o'yinga, kim uchun va o'sha mana shu omadsiz o'yindan chiqib ketish yoki bir vaziyatdan chiqib ketish uchun bolalarni shunga tayyorgarlik ko'rdik, ham maydonda, ham maydondan tashqarisida. Meni fikrim yana nimadan harakat qildik, bolalar harakat qilishdi hammalari. Hozir aytganimdek, rahmat bo'ldi. Shu Jahongir aka. Bizda ikkita bir xil hujumchilar yo'q-da.
bir xil hujumchilar, ikkita bir xil hujumchilar bo'lganda, siz aytganingizdek harakat qilib o'ynatsa bo'ladi. Bizda ikkita emas, bizda 3 ta hujumchilar o'ynadi sxema bo'yicha. Rost endi birinchi o'yinim men o'zim hali Oliy Ligada ishlamaganman. Birinchi mana ham o'yinim, endi sekin asta shu narsaga kirishib, endi baribir vaqt kerak hamma narsaga. Xudo xohlasa nima ham bir Endi o'zimizni o'yinimizda ikkita hujumchi bilan o'ynasa bo'laveradi-da. Nima qiladi? Aksiyalarni tanlaysiz. Yo'q. Bunday qilmaymiz-ku. Ko'p mahal bitta hujumchi bo'lib qolibdi-da. Ikkinchisi bo'lsa nimadir natija bo'ladi-da. bu gapingizga qo'shilaman. To'g'ri gapirasiz-ku. Bizga hozirgi bolalarni aytaymi, bolalarni hozirgi holatidan kelib chiqib shu narsaga yo'l tutdik-da. Chunki bolalarda xohishamning ozgina tushkun holat bor edi. Bunaqa omadsiz o'yinlardan keyin 4-0 Jizzaxda, keyin mana 5-0 bular bolalarni tiklash, bolalarni o'zini salohiyatini, o'zini nimaga egaligiga olib kelish ruhiyatini chiqarish baribir bizga yarasha ozgina vaqt ham qisqa edi, lekin Xudoga shukur. Shunaqa o'shancha aytaman, Jahongir aka, siz bunaqa narsalarni prekrasno bilasiz. Hasanboy savol bersa kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi o'yinda shogirdlaringizni o'yinida qaysi futbolchini o'yiningizga ko'proq yoqdi? Mart aka, men hech qachon hech kimni alohida ta'kidlab o'tmayman, chunki futbol jamoaviy o'yin. Hech qachon bu yolmayman, chunki jamoa o'yinda hamma jamoa bitta bo'lishdi. Bugun o'sha mana muxlislarimizni bizni muxlislarimiz juda talabchan, yana ham ko'prog'iga loyiq bizni muxlislarimiz. Xudo xohlasa shunga harakat qilamiz. Bolalar ham o'zlari ham aytishdi, o'yindan oldin gaplashishganimizda faqat fikr xayollari shu jamoaviy bitta bo'lib, orqasida turib berib, mana misol Boltaboyev yo'qotsa orqasida Teydi bor, Teydi yo'qotsa orqasida Azim bor. Biz shuni shakllantirishga harakat qildik. Jamoaviy hamma joyda. Sizga va jamoangizga ajoyib o'yin uchun, g'alaba uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat katta. Jamoada qiyin vaqtlarda futboldingiz, umuman tiklanish bilan o'yinga ikki vaqt olganda boshqa ruhlantirib futbolchilarni Ulug'bek aka, ikkilanish bo'lmadi. Chunki o'zim namanganlikman. Navbahorda o'ynaganman. Agar qo'rqqanimda yoki ikkilanganimda men bu yerda o'tirmagan bo'lardim, mayli ishlamagan bo'lardim. Chunki rasman shu professiyani tanladimda, men endi baribir shu kun baribir qaysi bir kun kelish kerak edi, shu men shu darajadagi chiqishim uchun men hali bunaqa darajada chiqdim demoqchi emasman. Qo'rqqanimda men qabul qilmas edim. Ozgina o'ziga yarasha bor, lekin bizni ishimiz shu ishimiz bo'lgandan keyin endi bajarishimiz ham kerak. Berek. Sherzodbek, mana biz bugungi o'yinda Sabihullo Kunboyev ko'rmadik, Sezar Lopesni ko'rmadik, Gilermani ko'rmadik, Umid Ergashevni ham masalan ko'rmadik. Bularda qandaydir bir travmasi bormi yoki boshqa sababi bormi? Bugungi mana o'yinda zaявкада ham bo'lishmadi. Shu to'g'risida ham bir fikr bildirib bersangiz. To'g'ri. Jahongir aka, Zabihulloda mikrotravmasi bor. U o'yinda ishtirok eta olmadi. Mana Xudo xohlasa Xorazmda o'yinga tiklanib boradi. Umidjon Ergashevda ham mikrotravmasi bor. Bu siz taqib o'tgan bu Sezar Lopes bilan Gilerme Geyrishi mana qarorim bilan o'zimiz mana mahalliy yoshlarga imkon berish man ko'proq anaqa deb bildim. Shuning uchun bularni 18 taga kiritiladi. Agar futbol raqobat bo'ladi, Leninov mashg'ulot paytida o'zini ko'rsatib yaxshi harakat qilib tursa, ular bo'yiga tushib qolishadi. Navbahor muxlislarini ko'pchiligini qiziqtirayotgan savol bor. Navbahor U21 taqdiri nima bo'ladi degan savol bor.
Navbahor 21 taqdiri Xudo xohlasa birgamiz, ertaga chiqamiz, Xudo xohlasa. Ferst aka, mana 2021da necha yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelasiz? Bosh murabbiy sifatida ham bevosita aloqangiz bo'lgan, bosh jamoada murabbiy sifatida bo'lgan ham 2021 nazaringizdan chetda bo'lmaydi. Aytmoqchimanki, o'tgan yili mana yuqori marraga erishdi jamoa 2020 bir yil yaxshi ketyapti. O'z ostingizga dostoyniy o'yin olib qo'ygan futbolchi bormi? Kimlar asosiy tarkibga jalb qilinadi? Bu gapingizga men shunday deb javob beraman. Mana Jahongir aka bekor gapirdim. Jahongir aka tarix bilishadi, mana hisob hamma o'tirganlar Ulug'bek aka Namanganda doimo iqtidorli yoshlar bo'lgan. Doimo bo'lib kelgan. Endi bu iqtidorli yoshlarni biz hozir chiqarishga harakat qilyapmiz. Oldinlari mana ko'p bo'lgan, endi hozir o'sha an'anaga biz Xudo xohlasa harakat qilyapmiz. Endi siz aytganingizdek bu yoshlarni men hozir aytdim, o'sha Mavjud aka aytganlaridagi men bir kishini aytib o'tirmayman. Bor, lekin 3-4 ta bola bor. Ular ko'z ostimizda, Xudo xohlasa sekin-sekin biz o'sha jamoani Namangan bosh jamoasiga anaqa qilib olib chiqamiz, Xudo xohlasa. Bor o'yinchilar, yaxshi saviyadagi o'yinchilar yetishib chiqadi. Bormi? Savol bor ekan, Jahongir aka, sizga Iltimosim bor edi, Sherzodbek, mana shu kungacha Navbahorni boshqargan, faoliyat ko'rsatgan Sergey o'shanga qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'ymoqchimiz. Shu ishingda ishladilar, shu yerda Navbahorga qo'llaridan kelgan hissani qo'shdilar. Bizni minnatdorchiligimizni bildirib qo'yasiz, keyingi faoliyatlarga omad tilab qolamiz. Shuni yetkazib qo'ysangiz. boshqa savollar yo'qmi? Demak, azizlar, O'zbekiston Superligasi 23-turdan o'rin egallagan Navbahor hamda Qizilqum jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan keyingi matbuot anjumaniga yakun yasaymiz. Barchaga rahmat, sog' bo'ling.